Bizda BAV mashinasi Xitoyniki. Xullas, egasi akkumulyator o'tirib qolganda svarka ulagan, keyin mashina o'chgan, qayta zavod bo'lmagan. Xullas, miya alishtirildi. O'zi ham miyani Xitoydan olib kelishicha 1 oy kutdik, 1 oyda keldi. Xo'p, yana bo'layotgan muammo mana shu predatel zamgini beryapti. Biz nima qildik? Bu yerda predatellar qop-qog'ida mana shunaqa yozuv. Bu Google tarjimonda ham topilmadi buni nimasi, yozuvi. Aniq nimaligi? Biz nima qildik? Xo'p, buni orqasini yechib, mana shu pushti siyorang pushti poloskaga simma qidirdik. Mana shu simma. Chapdan 4-predatel mana. Qidirib oxiri mana magnitofonning shtekirida bor ekan shu sim. Mana shu chapdan birinchisi tepadagi. Mana o'sha sim. Hop, apparatga uladik. Mana zamgini yo'q. Lekin shtekirni ulaymiz hozir. Mana zamgini bor. Apparat zamgini beryapti. Hop, buni uzsak. Mana uzamiz hozir. Shtekir ham qattiq ekan. Mana o'chdi. Zamgini yo'q. Xullas, svarka ulash tavsiya qilinmaydi. Boshqa akkumulyator topsanglar ham svarka ulamaylar. Svarka ham nega ulamasligidan keyingi videoda ko'rsatamiz, xudo xolasa. Buni yig'ib endi egasiga topshiramiz mashinani. Eshiklarda ham ishi bor. Simda uzilib o'tgan, uzilibdi. O'shani to'g'rilab topshiramiz, xudo xolasa mashinani. Mana eshikda oldin qilingan ish. Bizgacha qo'lbolar yomon qilingan.